do'stlarim, yurtim to'yi tomosha bayrami, xizmatida barakallo Ali, nomginam Ali, kasbi ro'zim sartarosh, jon bilan dilim san'at o'zim sartarosh, yoromi jone sarvi ravone, jon Ali jone sarvi ravone. Men G'anakamni san'atlariga ta'zim qilaman. U odam odamlarning odami, aktyorlarning aktyori. Men san'atimizda, bizning madaniyatimizda shunday bir zotni borligidan faxrlanaman. G'anakam bizni boyligimiz, G'anakam bizni davlatimiz, G'anakam bizni xazinamiz. Bu kishi xalqdan chiqqan, ham xalqqa xizmat qilayotgan xalq artistlari. G'anaka teatrimizni eng erka, eng sevimli, eng arzanda aktyorlardan desam mubolag'a bo'lmas. Bir narsaga qoyil qolaman. Bu aktyor maktab ko'rmagan. Lekin san'at dargohida, san'atda, sahnada bir usta san'atkor, mahoratli san'atkor. Men juda ko'p kuzataman sahnada bularni. Qayerdan bunchalik bu aktyorda mahorat, bu samimiyat, bu erkinlik? Chunki aynan shunday narsalarni institutda bizning domlalarimiz o'rgatishgan. Turib keyin bir xulosaga keldimki, G'anakaday buyuk san'atkor bu Alloh taolo tomonidan berilgan bir iste'doddir. G'anaka shu teatrga 30 nechinchi yillari o'zbek tilidan bir domla bo'lib kelgan ekanlar. Eshitishim bo'yicha rostmi yolg'onmi degan bunga javob bera olmayman. Meni avlodimda artist ham yo'q. Meni birov bunaqa artist bo'ling deb olib kelgani ham yo'q. Endi buni ochig'i boshali shundan iborat bo'lgankim, bu 1927-28 yillar men muallimlik qilganman. 28-yilda shu birdan Oliy Sovet qarori chiqdiki, lotinlashtirishga o'tish kerak arab alifbosidan. Endi demak, hammayoq demak savodsiz. Endi maktabdan tashqari kattalarga ham shu lotinchani o'rgatish kerak. Shu bizani chaqirib idoralarda, masalan, fabrikalarda shu naqani haligi tarbiyot qilish kerak, shu o'qitish kerak. Men davlat truppasiga boraman dedim. Oxirxon akam haligi topografga ketdim men. Davlat truppasi, hozirgi Hamza teatrisi u vaqtida davlat teatrisi, davlat aytalardi. Bir kun haligi Hindiston haqida Bombay degan bir pyesa bo'ladi. O'shani o'ynab turishadi. Men hali kulis deymiz sahnani yoni. Shu yerda tomosha qilib, artistlarning o'ynaganiga qarab turdim. Ommaviy sahna. O'sha vaqtda bir Hoji Siddiq degan komigimiz bor edi. Juda yaxshi hozirjavob, ancha aqlli shunaqa odam edi. Komik edi. Shu meni sahnaga qarab itarib yubordi. O'sha Hoji Siddiq. Men o'z kiyimdaman. Ular hindcha kiyimda. O'zimni nima qilishimni bilmasdan yo'qotib qo'ydim. Hammasi ular aralashib ketib, shu bilan sahnadan qochib chiqdim. Bu yoqqa chiqib endi domla sahnaga chiqdingiz, endi artist bo'lasiz. Mana endi Moskva Leningradga ketyapmiz, birga ketasiz deb, yo'qda otibga olgan edim, ular bilan birga ketib, oshna og'ayni bo'lib, ham shunga qiziqib, ana shundan ta'sirlanib artist bo'lib qoldim. Menga qarang, rais, choponning ishing. O opa, menga qarang. Feodalizmning G'anakaning o'zi zo'r san'atkor. Masalan, Romeo Julietta'da xizmatkorni o'ynagan. O'ynagani rahmatli Zaynab Sadriyeva o'ynagan edi. Shu ikkalasini bitta sahnasi bor edi. Har safar Romeo Julietta bo'lsa, o'sha yerda qarsak bo'lardi. Biz o paytda ommaviy sahnalarda chiqardik. Shu zinada ketardi-da voqeada. Shu mana shu tidan G'anakani ko'tarib turardi-da. Shu
shu oyog'ini uchida turardi g'anaga. Oyog'ini uchida turardi, mana shu yerdan ko'tarib olardi. Endi Zaynabga anaqa baquvvat anaqangi ayol. G'anaga qiltiriq, mana bunaqa zo'rg'a turibdi. Bir sahnasi bor edi, shunaqangi shu tomoshabinlar qarsak chalib olardi. Har safar o'sha sahnasini yaxshi ko'rib, o'sha kulishga kelib tomosha qilib turardim o'sha joyini. Bizga aytib berishgan, endi albatta bu paytda biz yosh bola edik. Bizni teatrimizda Romeo Julieta spektakli bo'lardi. Shu Romeo Julietada kichkinagina bir epizod o'ynardi Pietroni. Endi Shukur akam Romeoni o'ynardi. Shunda esimda bor, aytib berishgan. Shukur akam rahmali aytganlarki, "Men bu spektaklda katta bir giroyni o'ynasam-u, g'ani kichkina rol o'ynab butun chapayni olib ketadi. Bu aktyor jilovsiz aktyor" deb aytardi. Aytgan ekanlar. Qanaqa rol o'ynamasinlar. Sahnaga kirganlarini o'zidayoq hali bir og'iz so'z aytmaslardan zalda qarsak bo'lib qoladi. Albatta kulgu paydo bo'ladi, tabassum paydo bo'ladi. G'anaga dramatik rollar ham o'ynaganlar. Masalan, Qutlug'qonda o'shalik Qambar Cho'loqni o'ynagandilar. Juda insonga qattiq ta'sir qiladi. U kambag'al, ezilgan, har kuni kaltak ostida, xo'jayinning kaltagini ostida yurgan odam shu sahnada gapirsalar ham zalda kulgu ketaveradi. Bo'lmasa o'zi drama. G'anakan roli ham komediyaning roli emas u yerda. Juda ham bir ezilgan, bir haligi Tantiboyvachchani qo'lida kaltagini yurgan odam. Yana masalan haligi Tantiboyvachchilik ichkarida qimor o'ynab, pullarni o'rtaga to'plab qo'ygan paytda chiqib keladigan joyi bor. Yo'lchiga dardini aytib qoladi. Mana hozir yo'lchiga aytmas ekan, o'zlaricha ekan. Hozir o'rtada pul xirmonday yig'ilgan, hammasi sharaqlagan 100 so'mlik pullar. Qani shulardan bir ikki donasi menda bo'lsa, qayerga bormay, keling mulla Qambar. Assalomu alaykum mulla Qambar. Qani bu yoqqa? Qani bu pul? Yo'q. O'rgildim baxtimdan deganda mana shunday G'anakani o'sha rolda ham kulib o'tirasiz. Shu gapini o'zida G'anaka sahnada yig'layapti, lekin zalda tomoshabin kuladi. Buni qarangki, komediyani bir tarafi borki, komediyani o'ynayotgan aktyor u sahnada ichidan dilidan nima o'tib turibdi? Komediya degani bu faqat kulgi emas, kulgi tomoshabinlarga kulgi. Sahnada o'ynayotgan odamga tragediya u. G'anakam o'ynayotgan rolida insonlarni yig'latadi u sahnada turib. Qanaqa bu insonga ta'sirlik. Mana bir kuni Oltin devorda men o'zim ham qatnashganman. Shuni repetitsiya jarayoni og'ir bo'lgan. Har kuni yangi tekst yozib kelinadi. Repetitsiya tamom bo'lgandan keyin Erkinjon, Obidjon kabinetga chiqinglar deydilar, rahmatli Toshxo'ja Xo'jayev domlamiz. Kabinetga chiqamizda shu yerda o'tirib, bir peli choy ichib. Xo'sh, bugun nima ish qildi bu sahnada, qani? Qayerga chiqdi, qayerga chiqmadi? Erkinjon mana shu joyini mana shundoq qilib yozib berasiz. Bizdan maslahat so'raylar, undan yana bir ikki kishi kirardi. Biz ham o'zimizni fikrimizni aytardik edi. O'ylab qolardi. Qanaqa bo'lar ekan? Hop deb ketardi. Ertasiga shu Oltin devorni o'sha aytilgan sahnasini aytganingizdan a'lo qilib yozib kelardi Erkin Vohidov. Har kuni yangi tekst keladi, har kuni yangi tekst. G'anakam shuni har kuni o'shani asvoyit qilib yodlab, shuni juda mashaqqat bilan ishlaganmiz shuni. G'anaka ishlaganda o'sha Erkin aka ham, Erkin Vohidov ham astoydil G'anakani ko'rib, ishini ko'rib, astoydil yozib kelib, yurakdan yozib kelib, yangi unaqalarni, epizodlarni kirgizib berardi. Chunki shunaqa rejissor, aktyor shunaqa ishlagandan keyin u avtor ham shunga harakat qildi-da, go'y-go'yda to'yib ketdiki, bo'ldi, shu spektakl shunaqa bo'lgan bo'lsa, qo'ymaganim bo'lsin deb pyesani olib ketib qolay deyman, u tan astag'firulloh keltiraman, shu axir asarim yaxshi chiqish uchun bo'lyapti-yu deb.
haqiqatda mana shunaqa ishlagani yaxshi bo'ldi, chunki mana shu paytgacha shu asar qo'yildi. Do'stim, meni qiynab nima qilasan? Men bir kambag'al odam bo'lsam, men Saidimali bochi emasmanki, men sen bilan bellashsam. Bellashaman-ku, yana men umurtqamni sindirib qo'yishim kerakmi? Umurtqangni ehtiyot qil. Bu dunyoda to'plagan davlatingni ayaqqa ko'tarib ketishga kerak bo'ladi. Dunyo, kambag'alda dunyo nima qiladi do'stim? 1967-yilda, bundan 30 yil ilgari men Oltin devor komediyasini yozib Hamza teatriga olib borganimda meni murodim, orzuyim, bir yuksak havasim shu men birinchi yozgan bir mashq tariqasida yozgan asarda G'ani Azamovdek katta bir san'atkor o'ynarmikan deb orzu qilgandim va u kishiga bag'ishlagan edim shu asarni. Va shu asarni dunyoga keltirishda G'ani akaning xizmatlari juda katta bo'ldi. Hech mubolag'asiz aytishim mumkinki, bu asarning muallifi, ham muallifi To'la Xo'jayev qatorida G'ani Azamov hamdir. U kishi mana shu asarni ijro etish davomida har kuni yangi bir sahna o'ylab kelardilar. O'zlaricha bir yangi bir harakat, xalqni bir qahqahaga soladigan, xalqni bir ajablantiradigan, bir g'alati bir holatlarga soladigan sahnalarni har kuni bir o'ylab kelardilar. Men shu asarni ishlash davomida Hamza teatrini juda bir katta bir iste'dodli kollektivini yana bir marta o'zimga kashf qildim va G'ani Azamovni qayta kashf qildim. Endi bu to'g'rida ochiqni aytib qo'yaylik, mayli oshkora bo'lib qolsin. Shuni topishim kechalari o'ylab chiqaman. Qanaqa qilib bu xarakterga kiraman, qanaqa qilib bu oltinni ko'rgandan keyin men to'g'ridan to'g'ri o'zim yo'qotib qo'yishim kerak. Majbur bo'ldim haligi psixiatrskiy больницаga borishga. Jinnoxonaga. O'tda qabul qilishdi, kulishdi. Hali shu har xil palatalar ekan, kirib ko'rdik, boshqa qildim. Ulardan ozgina xarakter oldim. Undan keyin keldim, o'zimni o'ylaganlarimni qo'shib, bitta haligi oldin to tilla topguncha kak o'zim mo'min. Keyin topgandan keyin o'shalarning ahvoliga tushdim. Men senga nima yomonlik qildim? Men sendan oltin so'rabmidim? Oltinlaringni yes. Ber meni xotirjamligimni. Yuragim ezilib o'tdi-ku. Meni yodimda borki, shu asar topshiriladigan kuni xalq yig'ilgan, jam adabiyot jamoatchiligi, teatr jamoatchiligi, ko'p bizni do'stlarimiz taklif qilingan. Endi biz ko'rsatadigan kuni ham G'ani aka hazillashib, Erkinjon bugun yangi so'z yozib kelmadingizmi deb hazillashganlar. Ish tugagandan keyin ham, hatto chunki oxirgi daqiqagacha bu ishimiz davom etgan edi. Bizni xalqimiz kulgini yaxshi ko'radi. Kulgi bo'lsa bo'ldi. Endi yo og'ir, qattiq dramani, tragediyani yaxshi ko'radi, yo bo'lmasa o'tkir komediyani yaxshi ko'radi. O'rta miyasini bizni xalqimiz yaxshi ko'rmaydi. Shuning uchun demoqchimanki, mana shu G'ani akaga o'xshagan odamni chiqsa, o'rta miyani asar ham xuddi yuqoriga ko'tarilib ketgandek tuyuladi men nazarimda. Men bir san'atkor sifatida 87-yil shu teatrga taklif etilganman. G'ani aka bilan kuyov spektaklda birga partnyor bo'ldik. Said Ahmaddek buyuk bir yozuvchimizga men san'atkor sifatida tashakkurimni aytmoqchiman. Chunki G'ani akani ko'z oldilariga keltirib shu asarni yozganlar. Yo'qmadimi? Nomus qildingmi? Nomus qilish qo'llaringdan keladigan bo'lsa, mana endi ko'rasan.
ko'ynak ishtonimni avtobusni oстановкasiga olib chiqib yeyman. Axir unaqa emas-da, dadajon. Bizni el yurt oldida sharmanda qilmoqchimisiz, a? Eyningizdan pesh tushgan kiyimingizni pesh yuvib turgan bo'lsak, bir haftadan beri kiyimimizni bizga bermay o'z yuvyapsiz. Buni qarang, shundoqqina turibdi, kir ochilmay. Tag'in dazmol bosmay ko'chaga kiyib chiqib ketyapsiz. Ha, ko'cha-ko'yda birov ko'rsa, kir yuvmay kelinginasi qo'llari sinsin demaydimi, dada? Kechqurun bo'ldi deguncha, ha? Er-xotin ikkalang patrishka qilib uyingga kirib ketasan. Sen bilan sen bo'ladigan bo'lsang, oyda yil debdi ko'rinmaysan. Nima? Men magazinni qorovulni itidak bitta o'zim hovlida o'tiraveramanmi? G'anakamda zo'r xususiyat bor. Demak, spektaklda tomoshabinlarni ma'lum bir joylari bor, kuladigan joyi bor. Aktyorlar biladi buni. Ma'lum joylar, ma'lum gaplardan keyin tomoshabin kuladi. Lekin ba'zan sabablarga ko'ra, masalan, tomoshabin kulmay qoladi. Qanaqadir gap eshitilmay qoladi, yo tomoshabin e'tiborsiz qoladi-da, kulmay qoladi. G'anakam hech qachon u yoqqa o'ynamasdi. To'xtardilar. Boshqatdan shu gapni yedirardilar tomoshabin kulgandan keyin davomini o'ynardilar. Bu juda katta mahoratli aktyor qilishi mumkin-da bu narsani. Buni ustiga G'anakamda yana bir zo'r xususiyat bor. Agarda yonidagi endi komediya bo'lgandan keyin hamma kuldirishga harakat qiladi. Demak, partnyorlar ham qiliq qiladi, tomoshabinni kuldiradi. Demak, G'anakamdan yonidagi partnyor ko'proq kulgi olsa, G'anakam shunaqangi qiliq qilardilarki, tomoshabin ularga undan ham ko'proq kulardi. Bu aktyorlik kasbida juda qiyin, tushuntirib bo'lmaydigan narsalar, lekin bu aktyorlar mana shunaqa narsada o'sadi. O'zi doim aytaman, yig'latishdan ko'ra kuldirish qiyinroq. G'anakamda nazarimda G'anakamni ko'chada ko'rishi bilan o'zi odamlar kuladi deya. Ko'rdi kulishadi. Nimaga kuladi deb jahllari chiqadi. Nimaga meni ko'chada ko'rsa hamma kuladi. Bir kuni juda yaxshi latifa bor. Buni latifa emas, G'anakam o'zlari gapirib berganlar bizga. Navaralari tuqqan ekan-da, borganlar raddomga. Tepada turib, "Ho, Azamovani chaqiringlar. 5-palatadan" deganlar. Barmoqlari yo'q, ko'pchilik biladi. 5-palatadan desa tepadagi 4-chi degan. 5-chi deyapman. 4-chi deb tepadan so'rasa, 5-chi deganlar. Bu faqat G'anakam shu ish qilishi mumkin deb, menimcha boshqa hech qaysi aktyor bu ishni qila olmaydi. Qandoq qilaylik endi, dada? Otasi o'lmagan kim bor, onasi o'lmagan kim bor? Qandoq qilaylik, dada? Nima? Nima deding? Nima dedim? Qaytar. Nima dedim? Otasi o'lmagan kim bor? Yo'q, dadajon. Voy, dada. Nima deding? Maqol-ku bu. Nima? Hali onangni ketdan ham meni jo'natmoqchimisan? Yo'q. Yo'q, hali beri o'lmayman. Dunyoda qiladigan ishlarim hali juda ko'p. Hali shoshmay tur. Shoshmay turlaring. Qiz olib sallanib bir kuydirmasam shoshmay tur. G'anaka ho kinoda bo'lsin, ho teatrda bo'lsin, har bir rolini me'yoriga yetkazib o'ynaydi. G'anakaga rejissor tushuntirib o'tirishini hojati yo'q. Shu voqeani shuna tushuntirgandan keyin shu kameraga qaraladi, ya'ni kamera oladi-ku endi kinoga olganda. Mana shu yergacha kelasiz, voqea mana shunday deb qo'ysa bo'ldi. Shu bir marta olganning o'zida bo'ldi, olindi deb boradi. Chunki o'sha bittani o'zida o'zi o'xshatib qo'yadi shunday. Hali Yalang tosh haqidagi filmda ham bitta kichkinagina bir qorovulmi shunaqani rolni o'ynaganlar. Hech kulmasdan ilojingiz yo'q. Ikki dil dostonida bir zolim shohni rolini o'ynagan. Baribir zalda o'tirgan odam ko'rganda kuladi, G'anakam shu rolni o'ynabdi-ya deydi. Yo'q, o'sha rolni juda me'yoriga yetkazib o'ynaganlar men nazarimda. Yusufaka, yonboshga. Yonbosh. Boshi yonboshga. Yonboshga, Yusufaka. Yo'q, Anjonni Rustomi dastoni bo'ladi-ya. Baribir bunisini ham yiqitadi. Qara. O, bazavati.
Qayerdan kelding? Kim topding? Qani? Yo'q edi. Alloh taoloning xohishi birla bir raqqosani ikki kishi sevib qoldi. A'zam xonim mana bu yalangoyoq beramiz. Ertaga alar yakkama-yakka jang qilsinlar. Sohib jamonning otash quchog'i g'olib chiqqanga nasib qilur. Ma'lum bo'lganning qabriga esa mana bu qabr toshini o'rnatguvimizdir. Temir xotin filmini boshlashimdan oldin biz Dasayev degan rolni o'ylab topdik Sharaf Boshbekov bilan. Endi Dasayev deganimiz o'sha paytda Dasayev butun dunyoga taniqli varatar edi. Hamma endi tug'ilgan boladan to qarigacha Dasayev desa nimaligini bilardi-da. O'shaning uchun bu inson, bu odam shu qishloqda xuddi Dasayevga o'xshagan juda bir ma'lum bir inson. Kim gapirsa hamma kimligini bilardi degan ma'noda ismini Dasayev qo'ydik. Endi bu taxminan nom, hech qayerdan kelib chiqqan emas. Buni o'zimiz Sharaf Boshbekovni bilasizlar, bu ajoyib dramaturg, ssenariy muallifi. Demak, o'sha ikkovimiz o'ylab chiqargan bir narsamiz. Ham o'sha Temir xotin pyesasida bor kichkinagina bir domla rolini biz kengaytirib ko'rsatmoqchi bo'ldik. Chunki film o'zi komediya. Ham agar G'anakam bunda qatnashadigan bo'lsa, demak, G'anakamga o'xshagan bir xazinadan kichkinagina foydalanish emas, lekin shu bor imkoniyatga yarasha foydalanishga harakat qilib ko'rib, o'sha rolda biz G'anakamni uncha ashulani yaxshi aytishni bilmaydi deyishadi. Lekin filmda esingizda bo'lsa, ikkita ashula aytgan. Lekin hamma joyda taktga tushgan. Yonida Jamshid Zokirov juda katta yordam berganlar. Meni hech holi jonimga qo'ymasdilar. Ket, tur. Hey bola, tur o'rningdan. Hadi yotaverasanmi? Bo'ldi, ovqatimga yeyverasanmi? Mana ashulani o'rganmaysanmi? O'rgatmaysanmi deb turardilar. Shunday keyin men har kuni ertalab turib bir soatchami yo yarim soatchami shu ashulani o'rgatardim. Endi hozir ashulani bir kuni yaxshi o'rganib oldilar, me'yoriga yetkazdilar. Endi dedim, G'anaka syomkada menga qarab turasiz, men kamerani orqasida turaman. Deganimda birga men bilan ikkalamiz aytamiz deganimda, bo'ldi, sen o'sha yerda tursang bo'ldi, men hech narsadan qo'rqmayman dedilar. Endi fonogramma ketyapti. Fonogramma ketyapti. Endi o'tib proigrishi bor, haligi ozgina muzikasi bor. Shunda qarab turadilar. Ham qarab turish kerak, ham rol o'ynash kerak, obrazda bo'lib turish kerak. Shunda G'anaka, qo'limga qarab turing, G'anaka, qo'limga qarab turing deganimda qarab turarlar-da. G'anaka mana ishni kecha qoldimi? Boshqatdan dedilar. Shunga juda ham asablari buzilardi. Shunda o'zlari hali hayajonlanib chiqmadi-yu, endi nima bo'ladi? Yo'q, G'anaka, hammasi joyida bo'ladi. Undan keyin qani keling, G'anaka yana boshladik deganimizda desam, ana keyin o'zlaridan o'zlari o'ynab, haligi ashulani aytib, shunaqangi maza qilardik. Birinchi bo'lsa filmini mening do'stim Bahodir Odilovga yozib berayotganimizda, xo'sh, kim o'ynaydi mana shu ikkita keksa o'rtoqni deganimizda hech qanaqa savol tug'ilmadi. Birini Vohid Qodirov o'ynaydi, joylari jannatda bo'lsin. Afsuski ular hayotdan o'tib ketdilar. Va ikkinchi rolni G'anaka A'zamov o'ynaydi. Ya'ni bu filmga hech qanaqa haligi aktyorlar tanlovi bo'lmadi. Va ssenariyni birinchi betidanoq o'sha G'anaka yaratgan obrazlardan biz ilhomlanib, o'sha ikkita qahramonni shu ikkita atoqli inson uchun yozgan edik. Men hayratda qolganim shu G'anaka bo'lmasam juda
nima deydi endi yoshlari bir 20da ham emas 40da ham emas, lekin ularning ko'ngillari yoshligiga men hayratda qoldim. Charchash deydigan narsa yo'q. Kinoni nimasi bor, aktyorlarni charchatib qo'yadigan narsalari bor, dubl degan narsa bor. U yerda vaholanki shu komediya janrida ishlanayotgan filmda o'sha Vohid Qodirov bilan devalashib ketadi, urushib ketadi. U ancha murakkab kadr, ancha jismoniy kuch talab qiladigan kadrlar edi. O'sha kadrlarga bir 5-6 marta qaytardik. Men keyin, "Ey, G'anakam charchab qoladilar" desam, "Yo'q, charchamaydilar" dedi. Bahodir, keyin "G'anaka charchab qolmasin." "Iya, kerak bo'lsa yana 10 marta tevalashaman" deb bizani ko'nglimizni ko'tarib qo'ygan edilar. G'anaka men uchun, bizni oilamiz uchun, bizni avlodimiz uchun eng yaqin kishilardan biri hisoblanadi. Chunki bu kishi meni otam bilan birgalikda bir sahnada ijod qilishgan. Juda ham qadrdon do'st bo'lishgan, sirdosh bo'lishgan. Ular haqida, otam haqida G'anakam menga juda ko'p narsalarni aytib berganlar. Buni boshqa aktyorlar ham aytishi mumkin, lekin ularchalik sirdosh bo'lib birga yurishi, birga ijod qilgan odam juda ham kam. G'anaka juda gapga ham usta, latif inson bu kishi. Har bir holatga mos bir gapni chiroyli qilib aytadilar. Shu ish ketayotgan vaqtda, o'rtada dam olish vaqtida gaplashib o'tirib men aytdim, "Siz O'zbekiston xalq artistisiz, mashhur insonsiz. Biz hali yoshmiz. Mana shu sizni yetgan darajalaringizga yetishni mana shu shogirdlaringiz qatorida, hamma qatorida men ham orzu qilaman." Desam, "Ey Erkinjon, sen yoshligingni menga bir kunga berib tur, men hamma meni unvonlarimni, nishonlarimni senga berardim" deb o'sha vaqtda bir hazil qilib aytgan edilar. Men o'ylaymanki, bu kishi hamisha yuragida yoshlikka havas bilan yashagan va yoshligini saqlab qolgan odam. Va yoshlari mana shu bugun 90 ga borganda ham, 90 ga yaqinlashganda ham bu kishini yuragida hamisha yoshlik bahori esib turadi. Men bir tilakni aytardimki, G'anaka o'ziga munosib o'rinbosarni yetishib chiqqanini ko'zi bilan ko'rsin. Chunki katta san'atkor uchun bundan ortiq baxt yo'q. G'anaka, biz sizni hazillashib G'anakajon deymiz, Jajagena deymiz. Bu yaxshi ma'noda. Siz sog' bo'ling. Baxtimizga omon bo'ling. Bizni baxtimizga, xalqni baxtiga iloyim sog' salomat bo'ling. Ko'p yil yashang. Bolalaringizni, nevaralaringizni rohatini ko'ring. Siz bilan birga kennayim ham sog' salomat bo'lsinlar. Bolalaringiz ham omon bo'lsin.